Olinglar chiqaring. Bismillah. Svejiy issiq non. Tandir. U ham sizlarning qadaminglar. Dostlar, Gulchehraji bizga mo'ntib o'zining firmenniy logmanini jasab berib ayavay tayyorlanib tur. Muncha o'rva bo'lsangiz tili bo'ladi Gulchehraji. Bizda dag'achni javob qilib qo'ydingiz. O'zingizning uyingizda yashab qanday bo'ladi? Впечатление deganday. O'zimiz uyda yashash rosa yaxshi. Aprelda сделка bo'lgan astarda. Aprelning oyog'ida kirdingizlar uyga. Aprelda. Dokument, narkoberkalar qiynalmay qoldingizlarmi? Hech narsaga qiynalmadik. Sizlar bor, hech narsaga qiynalmadik. Biz даже faqat kvartira ko'rdik, xolos hamma yo'lda sizlar o'zingizlar qildinglar. Hozircha yaxshi, Xudoga shukr. Xudoyim sizlarni yo'para qildi, sizlar sababli shu uylarni oldik. Inshaalloh Allohga shukr. Hozir 4 balangizdan bu yoqda o'qishadi. 4 bola shu yerda o'qiydi. Barchangizlar Qirg'iziston jaranisizlar. Qirg'iziston grajdani. Grajdandari. Baldaringiz shu maktab uyingizning janida o'qishadi barcha? Mana shu yerga biz ham yaqinda shu yoqqa berdik, endi bu yildan Xudo xolasa shu yerda o'qishadi. Oldin Primorskiy rayonida o'qishganda. Peterga kelganingizlarga qancha yil bo'lib qoldi? 5-yili. 5-yil. Uy olganingizlarga hech unday bekorlik qildikmi deb qo'rquv sezim degan bo'ldi. Yo'q, naborot bizga har taraflama yaxshi. Misol ko'chada mana vaziyatlar og'ir, har xil nimalar bo'lyapti. Misol kvartira dokumentlar ko'rsatamiz, hamma yo'qda уже baza ko'rsa, siz hamma istoriyalarsiz kelib chiqar ekan. Kvartiralaring bormi? Shunaqa bor. Mana dokumentlari. Uyim bor deb. Uyim bor deyman, ha, yaxshimda deydi. Shunaqa hamma tarafdan yengillik. Yaxshi. Rahmat, Allohga shukr. Ayina to'lovdan qiynalmaysizlarmi? Yo'q, yaxshi. Hozircha qiynalmadik, Allohga shukr. Tayyorlik tashlab ketishdi bari. Tashlab ketdi, ha. Bu yoqqa o'zingizlar nima oldingizlar? Biz kir mashina firma podarka qilgan. Sizlar o'sha aksiyaga попал bo'lgansizlar, a? Da, do'stlar, bular biz bilan договор tuzib ketganda, aksiya jurayotgan, o'sha aksiya bo'layotganda договор заключили, и bularga бытовой texnika beramiz deb aytganmiz, холодильник либо стиральная машина. Bular стиральная машина tandı. O'sha uyning ключini olgandan keyin deb keldik, a? Uyning ключini olgandan keyin, вот стиральная машина тоже от нашей компании. Do'stlar, bizdan samsini qarag'lar. Домашние самсы слоёные. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Bari yaxshi. To'ylarda o'tkir. Baldaringni uyli, qizlaringni buyoqqa ber. Xudoyim shu nasib qilsin deb. Do'stlar, hozir Gulchehraji bizga komnatalarni bizga ko'rsatib tanishtiradi. Birinchi komnatadan boshlasak. Bu bizni o'zimiz yotoqxonamiz, xo'jayinim bilan. Kelganimizda shunaqa edi, bo'ylari, bu xonamizga sharoitlari yaxshi edi. Ikkinchi komnatamiz, koridorlarimiz ham mana kenggina, yaxshigina. 4 ta bola bemalol o'ynab, Kengiri yashab qoldi. kengiri yashaydi. Yaxshi. Bu bolalarimizni yotoqxonasi. Endi hozir Jalan machiklar yashaydi o'xshaydi. O'g'il bolalaringiz. Qizni narafda. Aboylarni qildik. Endi bulardan almashtirib qo'ydingizlar. Mishiqlar, bir narsalar o'zi yaxshi, normalniy edi. Prosta mishiqdik edi, uni olib. Mishiqni. Do'stlar, bu уже ikkinchi komnata, детская комната. Только shu 3 balasi bor ekan, 3 o'g'li bor ekan, 3 o'g'lining komnatasi ekan bu. Qizingiz отдельно turadi. Endi shu 3-komnataga o'tadi. Hozir bu 3-komnatada уже mehmonlarimiz turadi. Qanday qizlar yaxshisizlarmi, salomatsizlarmi? Biz kollegalar shu bugun bir to'y, kichkina mini to'yda o'tiramiz. Ana nima qutlaqtaymiz shu uyda. Jamat kollektiv biz bir zavodda ishlaymiz, bardığımız. Yaxshimiz, qizlar ko'p bizda. Anan keyin o'sha qizlar qo'yam, qutlaqtab qo'yaylik, uyini, jashnaqa bir qalolini aytib qo'yaylik deb kelib qoldik. Keldik, ko'rdik, hamma sharoitlar yaxshi ekan. Sizlarning yordaminglar bilan ilohim uylari qulluq bo'lsin, hammaga nasib qilsin. Ejam aytmoqchi, rostdan ham uy olaman deganlar rosa ko'p. Ilohim sizlarning yordaminglarda ular ham olsin. Xursand bo'lyapmiz shunchalik imkoniyatlardan. Sizlarga ham taklif qilib qolamiz. Shu Planeta 312 firmasi orqali
bir imkoniyatlaringlarni sinab, o'zinglarni omadlaringlarni sinab, boshlang'ich hech qanaqa boshlang'ich to'lovlarsiz osongina uylarga olib, shunaqa chiroyli, shirin kunlaringlarda, shunaqa o'zinglarni xususiy uylaringlarda kutib olishinglarga tilakdoshmiz. Biz Vibirskiy rayon, bizni rayonimiz. Просвещение metro. Metro qancha minut? 20 minut. 20 minut. Peshkom bo'lsa? Peshkom bo'lsa. Sadik shkola yaqindalar, janida. Sadik mana. Shkola bu yoqda. Yaqin ekanda. Ham ko'k, yaxshi bolalar o'ynaydigan joylar. Dam olsangiz bo'ladi ishdan kelib, aylansangiz bo'ladi. Orqa taraflarimiz вообще zo'r. Первоначальный взнос berdingizlar? Yo'q, birinchi vznos yo'q. Общий qancha komnata bo'lib qoldi sizda qo'shni? 3 komnata. Balkoni bilan birinchi etaj. Kvadraturasi. Kvadrat. Общий площадь. 60. 60. Jo, uyning bazasi qanchaga tushdi sizga? 7,5 million past. 7,5 million. Ayni qancha 7 million 400 ming. Qanchadan tushib qoldi ayni to'lami? 109 ming. 8 ming. Даже 6 minggacha ham. Har xil nimasi bilan. Yaxshilab qiynoqbaylar to'ylatasizlarmi? Yo'q, qiylanish yo'q. Sizga bir erkin mikrofon. Sizlarga rahmat kattakon. Doim sizlarni yo'para qildi. Sizlar sababli biz mana shu uylarda olib, shu yerlarda yashab, bemalol, bolalarimiz ham o'ynab, kulib, yashab yuribmiz. Avvalo sizlarga rahmat. Rahmat. Bular kam bo'lsa ham sizlarga rozi bo'lasizlar. Qilgan mehnatlaringizga. Sizga dag'in. Tinch bo'linglar, bolalaringlarni orzu havasini ko'ringlar. Hammamiz elimiz tinch bo'laylik, hamma. Aytganingizga rahmat cho'ng. Sizga dag'in. Bolalarga kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasizlar. Rahmat cho'ng Xudo sizga xolasa dag'in. bundan ham bu yog'iga yaxshi. Bo'ptir. Ishlaringlarga omad. Maylimi? Mayli. Unda biz ketdik.